Akalar, Xorazmda birasi video qo'yibsan deyapti. Nima qilay? Xorazmda ko'z temasdan juda ham ko'p zakaz tushyapti. Aynan Xorazm, telefon qilishadi Xorazm. Bu zakazimizdan doimiy mijozimizga chiqib ketyapti. Ular ham Xorazmliklar 20 kilo chiqib ketyapti. Mana ko'rib mumkin. Qanaqa erigan emas, yog'lari oqqan emas, mana shunaqa qattiq holatda chiqib ketyapti. Xo'p, bu mijozimiz oka qatta sotasiz desam, u sir bo'lib qola qolsin dedilar, balki o'zlari iste'mol qiladilar, balki tarqatadilar yoki milliy taomdir yoki do'kondir. Bizga to'g'risini aytaman, xabarni berishmadi. Bizga agar kim bizdan sotib olib qatta sotayotganini aytsa, biza istoriya orqali u narsani aytib ketyapmiz. Siz O'zbekistonni qaysi viloyatidan kuzatayotgan bo'lsangiz ham sizga chiqarib beriladi. BTS pochta orqali zakangizni yetkazib beriladi. Faqatgina profil glavniyda Telegram silka qoldirganman. O'sha silkaga shunda o'tasiz. Operatorga qaysi viloyatga, qaysi biridan qancha kerakligini aytsangiz, bolalar BTS pochtadan chiqarib berishadi. Muammosi yo'q. Dumba Power dasturxoningiz ko'rki bo'lsin.